bilan dadangizni-chi? Yaxshi ko'raman. Dadamni urib o'tirishgan. Siz Oyimni. ularga nima degan bo'lardingiz hozir agar ko'rsangiz? Sardor aka hammani yig'latishni Şu anda shu lahzada qalbingizda allanechuk bir yaxshilik paydo bo'ldi, sakinat paydo bo'ldi. Mana shu hislarni izlab yuramiz, to'g'rimi ayting? Yemagan ovqatimiz qolmadi, kiymagan kiyimimiz qolmadi, minmagan mashinamiz qolmadi. Lekin bu hisni, bu sakinatni hammamiz izlab yuribmiz-ku, to'g'rimi? Yerda har bitta bolajonlarning sovg'ani ustida ismlari va rasmlari o'tiribdi. 64 ta bolajon har birlari borib o'zlarining rasmlarini ko'rib yoki-da ismlarini o'qib o'z sovg'alarini egasi bo'ladilar. Kim? Shuhrat, Aziza. Sovg'angizni topdingizmi? Mana shu siznikimi? Qanday sovg'ani topdingizmi? Shu siznikimi? Молодец. Qayerda istiqomat qilgansiz? Mehmonni qayerda qilgansiz? Menga ustoz kelgan. Ustoz kelgan. Maşalloh. Hozir Sadir akam menga shu gapni aytib berdilar. Bu narsani bundan oldin guvohi bo'lmaganman, lekin hozir haqiqatdan ham ko'rib, yaratganga odamni mehri oshib, mana shunaqa dalillarni ko'rsa agar ishonishi boshqacha. Do'stlar, bu naqadar baxt. 64 ta bolaga $1000 hadya. Har birlarini nima niyat ezgulari bo'lsa, o'shalarni amalga oshirish va kim qanaqa sovg'a so'rasa o'sha sovg'alar berilyapti.